Bugungi so'rbek cho'ngmi ya men bundan chiqib Qo'rqma. Ash nim desa, ichki qismga bir tarjima qilib qo'ysam bo'ladi. Birdan-bir tarjima qildim. Nani ko'ydi? Taqdin kelgan bo'layman. Ha, tilini tarjima qilib bersan. Bosh pichoq seni to'sib turaydi. Bular jo'raydi. Akşam alıp geldim. Zaten geldin mi? Managa söylemoqchi bo'lsang, menga söylesem bo'ladi. Aa, sen audarmaşın mı? Ha, sen tercümanma? Sen ne var tercüman diyor? Yo'q, sen oldirmashin. Jarayt. Akşam alıp geldim. Men geldim. Qaytdigina yo'tilib olyaptim gapini. Qayta aytchi, жаңа jo'tilib so'zingni eshitganman. Men götürmedim. Sen götürdün. Men yo'talmadim, sen yo'talding. Ya sen yo'talding hozir. Ekangda sen yo'talding. Ya sen hoş bir şaka söyledin. Anık götürdün koy. Sen hozir ushbu bilan so'zlashganda aniq yo'talding-ku. Dalfi tercüman mı ya sen? Nim davatsa? Jarmes oldirmashin, ne aytib tursan? Men ayrım söylesem bola mı? Men ma'noli ayirib bir anlasam bo'laman. Bo'ldimi ketib turay? Jarayda, men chiqib turayin. Yok. Ben ikimiz hangi bilesek? Men demakchi, ikkimiz bir anlasaylik. Kelamsa? Jur bola. Biz turay hozir ikkimiz paralashimiz gapdi. Tura turchu, ikkimiz anglamasak deb edim. Ya, solay dedim. Shu, asta dedim. Ha, mağamsa? Jur. Hey! Sende zat ne diyorsa Uygurca'da? Mal. Sende mal var mı? Sende, sizlar nima deytinglar? Ha, zat bormi? Nima zat degan? Ne o mal degan? Mal, zat! Zat, mal. Hey! Malını tushundim, nima zat degan? Zatni tushundim men, ne o mal degan? Erkense qaydan kelgan avdurmaşı? Sen nereden kelgan terjimon? İşte varsa tercüman degan sen! Yitning kushiga sen aldirmasi. Onu demedim seni! Onu dedim sen dedimi? Meni u dedim, men o'zim ko'rdim-ku. O'zing bes ol, o'zing bil. Men sen joqda tushib matarga kelgan edim. Hey, sen bana beni at deb tursun ba? Yo'q, bizda at minedin at. At pang. Oşun esib qaldim, pang. Sen bana beni at deb tursun. Yo'q. At qamchimen urganda chiqardin, pang. At pang. Buna meni atatım olsa men seni atam. Men meni atadigan bo'lsa, men seni ataman. To'xta. Sen atamsa, o atamdi. To'xtay tur. Sen atasınmı, ana atamı? Seni! Dur. Avdarmaşı mı, esalanma mı? Sen tercüman mı ya saran mı?